Yo'asu, bola yangilik sport o'yinlariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilik aytay. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Bola, biz o'sha ko'pgina chetlardan ayrilib qoldik. Endi biz mana shu kichkinagina orolchada rivojlanishimiz kerak. Bola, endi sizlar ko'payishinglar kerak. Prosta lekin juda ko'p ko'payib ketmanglar. Tayyormi Notich? Okey, xo'p, kiramiz. Mana. Let's go. Bola, kirishinglar mumkin. Juda ko'p ko'payib ketmanglar lekin. Okey. Go, Notich, bu yerdan ketishimiz kerak biz. Xo'p, brother, bu orollar menga ozgina yo'q qoldi. Normal ekan-a? Bro, bir qaraylikchi, o'zi bo'lgandir bular ham. Xo'p, brother, ko'raylikchi. Wow. Xo'p, bular sanash kerak. Brother, sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. A few moments later. 349, 350, 351, 352, 300. Bola, sizlar umuman odam bo'lmaysizlar. Aytdim sizlarga kamroq ko'payadi deb. Brother, o'zingiz bilasizlar nima berishdi? Yo, let's go. Bola, chiqib turing, brother. Sizlar ikkalang. Endi bizada ortig'idan ko'p shetel bor. Endi sizlarning bizga keraginglar yo'q. Oho, vani qo'ya, tuga deb qoldi. Let's go, bro. Tugadimi Notich? Okay. Shetillar. Shetillar. Let's go. Bular o'sha ancha ko'payib ketishibdi. Bola, mana bu teshikning ichida sizlarni katta syurpriz kutmoqda. Qani, nimani kutyapsizlar? Go'ni ko'ringlar katta syurprizni. Let's go. Ancha-muncha shetillardan qutulib oldik. Notich, bro, mana bu uyda qancha shetil qolganligini bilmaysizmi? Yo, bu nima? Okay. Unta, rostdan untami? Uyda unta shetil qolganmidi? Hazillashmang, men 9 ta ko'rgandim. Doim men haqman. Yuring ko'ramiz. Men 9 ta dedimmi, demak 9 ta. Bro, qarang, bu yerda 9 ta shetil bor, unta emas. O'shonmasiz kirib ko'ring, sanab ham ko'ring. Men aytdim-ku sizga, yaxshi sanashni bilmaysiz. Ozgina kallani ishlatib sanash kerak edi. Bro, ko'ryapsizmi? Bola, men ishonaman, bu orolchada biz katta imperiya quramiz va sizlarning tug'ilishlarga sababchi bo'lgan men va Notich va biz endi sizlarning qirolingiz bo'lamiz. Agarda gapga kirmasanglar, mana shu bolaning ahvoliga tushasizlar. 8 ta qoldinglar endi. Bola, biz mana shu 8 tovimiz katta imperiya qurib kuchayib ketamiz. Birinchi bo'lib biz bu orolning daraxtlarini tak-tugi bilan yo'qotib tashlashimiz kerak. Qani go, ishga kirishinglar. Let's go, meni mehnatkash jetillarim. Okay, hammasi cho'tga ketyapti. O, tepada ham ishlar uj normal. Mana bu yerdagilarni ham o'sha hamma zo'r ishlayapti chotka. Bu daraxtga kim qarayapti? Oy. Yo, bro! Sen dam olib o'tiribsanmi shunday ishlay vaqtda? Endi aniq o'lasan sen. Nima menga buningni berding? Boy yo'qot. Yo. Stop, bu tenti. Let's go, bro! Biz bu orolni barcha daraxtlarini tak-tugi bilan kesib tashladik. Bola, sizlar ishni yaxshi bajardinglar va 7 kishi qoldinglar. Endi bu kichkinagina orolchada hech qanaqa daraxt yo'q. Endi biz bu orolda katta imperiya qursak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi imperiya qurishga go! Birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Ikkinchi qism uchun shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq biz 100 mingta obunachiga erishishimiz kerak.